Bag'dodlik savdogar bir kuni bozorda Bahlulni uchratib qoldi. "Janob Bahlul, qanday mol sotib olsam katta foyda ko'raman?" so'radi u. "Temir va paxta sotib ol", javob berdi Bahlul. Savdogar uning aytganini qilib, juda katta foyda qildi. Savdogar ikkinchi marta Bahlulni ko'rganida so'radi: "Ey devona Bahlul, katta foyda qilish uchun qanaqa mol sotib olay?" "Piyoz va qovun sotib ol", javob berdi Bahlul. Savdogar yana Bahlulning aytganini qilib, piyoz va qovun sotib oldi. Ammo o'sha yili havo issiq kelib, qovun va piyoz sasib ketdi. Savdogar ularni daryoga oqizib yuborishga majbur bo'ldi. Natijada katta zarar ko'rdi. Savdogar tezda Bahlulni qidirib topdi. "Bergan maslahatingdan o'rgildim. Nuqul zarar ko'rib qarzga botdim-ku", dedi kuyinib u. "Birinchi marta menga janob deb murojaat qilding, oliyjanoblik bilan javob berdim. Ammo keyingi dafa meni devona deding, men ham devonalarcha javob berdim", dedi Bahlul. Qadim zamonda podshoh saroyida o'tirar ekan, tashqaridan bir ovoz keldi: "Shirin olmalar bor." U derazadan qarasa, bir qariya olma sotyapti. Atrofini mijozlar o'rab olgan. Shohning olma yegisi kelib, bosh vazirini chaqiribdi. "Mana senga 5 tilla, bor olma olib kel." Bosh vazirni chaqiribdi. "Mana senga 4 tilla, olma olib kel." Vazir saroy mas'ulini chaqiribdi. "Mana senga 3 tilla, olma olib kel." Saroy mas'uli qorovullar boshlig'ini chaqiribdi. "Mana senga 2 tilla, olma olib kel." Qorovullar boshlig'i navbatchi askarni chaqiribdi. "Mana senga 1 tilla, olma olib kel." Navbatchi esa ko'chaga chiqibdi. Sotuvchi qariyaning yoqasidan olibdi. "Hoy sen, nega baqirasan? Bu yer bozormi yoki saroymi? Olmalaringni musodara qilaman." Bir kuni Buddaning yoniga bir yigit kelib, "Muhabbat bor narsami?" deb so'radi. "Ha, bor", deb javob berdi Budda. Yana bir yigit kelib shu savolni so'ragan edi. U "Bo'lishi mumkin", deb aytdi. Yoniga kelgan 3-chi yigitga esa "Yo'q, muhabbat yo'q narsa", degan javobni berdi. Bu holni kuzatib, ajablanib turgan shogirdlari Buddadan bir savolga nima uchun 3 xil javob berganini so'radilar. "Chunki bu bitta savolni 3 xildagi odam so'radi", dedi Budda jilmayib. Holbuki muhabbat bor, lekin unga kimdir ishonch bilan, kimdir gumon bilan, yana kimdir inkor bilan erishadi.